Assalomu alaykum obunachilar, qalasizlar, yaxshimisizlar, negilar? Bugun men sizlarga juda bomba mod topib qo'yganman. Bu mod sizlar uchun juda ham ma'qul keladi, chunki Minecraftda zerikib ketgan bo'lsangiz, bu modlarni ishlatsangiz zerikmaysiz. Birinchi mod bu Mr. Crayfish Device mod bo'ladi. Bu modda printer, Wi-Fi, shunga o'xshagan mana kabel, kreslo, gaming kreslolar bor. Mana qo'yib ko'rsataman. Qarang. Shunday qo'ysanglar, mana bitta o'tirib shunday bosasizlar. Keyin shunday qilsanglar kirib ketadi. Bu вообще go'zal mod men uchun ham. Tushundinglar degan umiddaman. Ikkinchi modga o'tamiz. Bu ikkinchi mod bo'ladi. Ikkinchi mod bu yerda ko'rgan bo'lsanglar kerak, Reker shular serial olganda xuddi shu modlarni ishlatadi. Boshqasiga ishonmang. Xuddi mana shu modlarni ishlatishgan. Uchinchi mod hamma qidirgan mod bu. Albatta artefakt ishlatgan mod. Qaranglar. Bunda вообще bomba qurollar bor, granatalar ham bor bunda. Вообще go'zal. Mana olib ko'rsataman. Mana qaranglar. Mana вообще bomba anakonda mana qaranglar. Bomba. Bunda ana minerlarga rosa to'rtta bloydan kovlab ketaveradi. Agar videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qizartirib qo'yasizlar. Shu bilan videomiz tugadi. Bu modlarni men Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Xayr. Bo'pti negirlar.